Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Sizlar bilan har doimgidek men Sanjar. Bugun qanaqa qilib internetda skorsini ko'paytirishni o'rganamiz. Ya'ni shunaqa paytlar bo'ladiki, internetdan biron nima skачать qilish qiyin bo'lib qoladi yoki bironta kino ko'rayotgan paytimiz ko'p gruzit qilib qoladi. Ya'ni ozgina bo'lsa ham internetda skorsini teparoq qilishni o'rganamiz. Albatta bizga buning uchun Windows 7 kompyuter bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Agar Windows XP yoki 8 bo'lsa, unda ham qilsa bo'ladi. Windows 7 da shunchaki pusk so'zini bosamiz va mana bu so'zni yozamiz puskka. Mana bu so'zni. Gpedet msek. Mana bu so'zni. Pusk yozamiz. Qidirganingizda mana bunaqa so'z chiqib keladi. Gpedet so'ziga bosamiz va Windows 7 da mana bunaqa narsa bo'ladi. Bu yerda konfiguratsiya kompyuterga kiramiz va keyin administrativniy shablonga bosamiz. Endi bu yerdan set so'zini topamiz va set so'ziga bosamiz va bu yerda bizda papkalar ko'p ochildi. Endi bu yerdan qos planirovka paket qos, ya'ni bu paket bizga internet setini maksimal qilib beradi. Biz buni отлично, ya'ni ko'p nosiga qilamiz. Bu yerdan ограничение резервированный пропуск способность so'ziga bosamiz. Kechirasizlar, men uncha ruschani yaxshi o'qiy olmayman, o'sha uchun bosamiz. Mana 2 marta bosganimizdan keyin bu yerda bizga bunaqa narsa chiqadi. Biz bu yerdan выключить so'zini bosamiz va mana bu 20 so'zini pastga tushirib 0 qilib tashlaymiz. 20 so'zini pastga tushirib 0 qilib tashladik va применить ok so'zini bosamiz. Mana bo'ldi. Bizning internetimiz ozgina bo'lsa-da kuchaydi. Hozir buni sinab ko'ramiz. YouTube'ga kirib tezda bitta videoni qo'yib ko'ramiz. Shaxsan menda YouTube'da ozgina qotish bo'ladi. Oldin ozgina bo'lsa ham hozir o'zgargan bo'lishi kerak. YouTube'ga kiramiz. Tak. Menda problema bo'ldi bunda. Tak, YouTube. Hozir Yandex shunaqa yoqtirmayman. Mana shu Yandexni to'g'risini aytsam, mana YouTube'ga kirdik va xohlagan bironta videoni tomosha qilamiz. Keling bizga mana shu kuchukchani qo'yaylikchi. Reklamani o'tkazib yuboramiz. Mana ko'rganingizdek, skorost qayergacha keldi? Birdaniga o'tib ketdi. Mana bunaqa. Umuman qotmayapti. Hozir videolar, xohlagan videoni yana o'tkazib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, skorost juda ham tezlashib ketdi haqiqatan ham. Umuman qotishlar yo'q. Biz bu yerda hozir ko'proq bu qilganimiz kabelli internetlarga, modemlarga ham foydasi tegishi mumkin. Hozir biz bu yerda ограничение olib tashladik, ya'ni shunaqa paytlar bo'ladi, kompaniyaga har xil tariflar bo'ladi. Masalan, aytaylik 100 ming so'mlik tarif bor, 80 ming so'mlik, 50 ming so'mlik tarif bor. 3 ta tarifdan bittasini tanlash bizga imkoniyati bor. Biz 50 ming so'mlik eng kichkina tarif tanlaganmiz. O'shanda bizga kompyuterimizga avtomatik bu yerda ограничение bo'lgan bo'ladi. O'sha ограничение olib tashlaymiz va internetimiz
hech bo'lmaganda 30% kuchayadi. Sog' bo'linglar, kelgusi videolarda uchrashguncha xayr.